Xolasa bugun qo'zi вообще sutekin narx bo'ladi. Sizlar o'ylamagan narxda keldi. Qo'zining narxi keskin tushdi. Videoda oxirigacha kuzatib, otangga rahmat deb kommentariyaga yozib qo'yinglar. 1,5 million chiqadi xolasa. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorva obzor kanalining qadrli va shaddiy obunachilar. Sardorjon arzonchidan ko'raylik. Narxi arzon bo'lsin. Bir sutekin bo'lsin egalarimiz uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'roq qishlog'iga Abdullahat akamizni qo'y fermalariga yetib keldik. Akalar, bugungi video syomkamizda qo'zlarimizga inshaalloh chiroyli ma'lumotni olib beramiz. 1,5 million so'mdan qo'zlagan akalar. Qo'chqor sog'liqlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa chiroyli ma'lumotni olib beramiz. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba, mana yangi haftadan yangi partiya qo'ylarimizga. Bugun 28-aprel 2025-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, biz boshladik. Assalomu alaykum. Abdullahat aka, bormisiz aka? Abdullahat, assalomu alaykum. Endi obunachiga bir narx yoraveramiz, xudo xolasa. O'ta arzon qilib beramiz. Gap yo'q. Nechta soni birinchi partiyamizga? 11 dona. 11 ta. 11 ta urbash so'ragan. O'tgan safar Sog'liqlarida. Sog'liqlarida. Mana akalar, sog'liq kelmayapti, mana endi yetib kelibdi, xudo xolasa. Nechta keldi bugungi? Bugunga bor 50 ta 60 ta bor. 50 ta 60 ta chiqadi, xudo xolasa. Mana akalar. 100 ta 150 ta atrofida qo'zigan akalar, mana xudo xolasa ko'rib turibsiz. Buni 10 ta dedingizmi? 11 dona. 6 oylik, 5 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida akalar, mana qo'zi sog'liqlar. Olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Bo'ylari necha chiqadi shularda? 65 plus 70 ga olishadi. Mana akalar, boqib pulni o'stiraman degan akalarim uchun badani yaxshigina badani. Rangi ham chiroyli, danay qo'zlar akalar. Mana akalar, mana buni ko'ring. Mana bunday krasiyroq qo'yilgan, mashg'ulot yetib bo'ladi, xudo xolasa. Sifati zo'r ekanligi, sifatiga gap yo'q. Hisor qo'zlar, ha? Hisor qo'zlar akalar, mana. Oyog'idan baraka topadi, xudo xolasa. Olib boqaman degan obunachilarimizga tavsiya qilaveramiz. 2 ta sariq, 9 ta qora kashtanlarida, mana. Bitta 2 ta olaman degan ham bexijolat telefon qilaverasizlar akalar. Ha, ishni bitiramiz xolasa. Buni bo'yi muhim emas, sifati zo'r bo'lsa akalar, har doim aytamiz, sifat birinchi o'rinda, u bo'yi o'sib ketadi, mana. Xuddi hali mashinadaqa suyak butun bo'lsa, pardozini o'zi qilib olsa bo'laveradi. Mana akalar. Yemishlariga bir hafta. Ha, bir hafta beramiz. Yemishlariga bir haftaga holati bor akalar, bexijolat boqib sinab ko'raverasizlar, mana. Ish hoziriga xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Akalar. Vitamin ko'ra bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Bo'lgan, qildirib beraveramiz. Qildirib beraveramiz vitamin ko'ra. Mana. Vitamin ko'rlar bo'lsa, xudo xolasa qildirib beraveradi akalar. Qo'zlar ko'ringlar. Mana. Bitta ko'rsatib qo'yapmiz. Xohlaganlaring bir tanlab. Imkon bo'lsa kelib ko'rib tursa, savdo qilib olishaveradi. Imkon bo'lsa bir telefonda kattaroq ko'rinadi, kelib ko'rib olsalar akalar yaxshi bo'ladi. Bu real narsa aytish kerak. Telefonda mana katta ko'rinadi akalar. Kelib ko'rib olsalar, xudo xolasa, o'zlari ko'zlaring bilan ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Obunachilar. Lekin endi qo'zlarga emas. Narxi nima deymiz? Narxini bir joyga. Nech puldan? Obunachilarimizga. 26, 27, 28. Bo'ladigan gapni gapiring aka. 2,5 million so'mdan beramiz. 2,5 million ham yo'q. 2,5 million yaxshi. Yaxshi bo'lmadi. Ye boshqadan gapiring. Endi 24 dan berishadi. O'ting. Chorva obzor obunachi. Qancha o'tib berasiz obunachilarga? Telefon qilasiz, obunachi. Yo, telefon qilish emas. beramiz. 23 dan? 23 dan. Barakasi bersa akalar. 2,3 so'mdan ketaveradi olsa. Mana. Obunachilar. 11 tasini olsa. Mana. Ko'ringlar obunachilar, xudo xolasa ish hozirlik tavsiya qilaveramiz. Donaga bo'lsa nech puldan olib? Ona 2,5 dan berishadi. Yoki bo'lmadi aka, biz xafa qilyapmiz. 24 dan. Bitta ikkita go'z. Obunachilarimiz xafa bo'lishadi 24 dan. 23 dan nex indamadi aka. Gapsiz yo'q. Barakasi bersin. Mana obunachilar bemalol telefon qilsangiz, xudo xolasa dastiga semchida ketaveradi, mana. 2,3 so'mdan bir joyga. Bir joyga. Mana. Bir donasi. Donaga bo'lsa akalar raznicasi bo'ladi, telefon qilsangiz, xudo xolasa 100 ming plyus bo'ladi xolos, ha? Mana, telefon qilsangiz telefonda kelishib olinaveradi, mana. Sifati zo'r akalar, olib vaqt boqsalang o'zgaradi variantlar. Kuziga qochirsa bo'laveradi. Xotirjam qochirib bola olaverasizlar obunachilar. Qo'shqordan qo'shib beramiz, xudo xolasa. Bitta qo'shqorda ham shu soliq narxida qo'shib beriladi. Telefon qilinglar akalar, telefondan xudo xolasa bir kelishiladi. Menga zot yo'nalishda kerakdigan obunachilarimizga zotga bo'ladiganlar, obunachilar mana. Qo'ydi ko'ringlar. Ishqibozlar xudo xolasa. Abdullahat aka ushlanchi bir ko'rsatilish qo'ydi. O'ta dahshatli-ku, o'ta. Buni ham ushlang. Mana akalar, mana buni ko'ringlar. Yorma dumba, xudo xolasa, kallalarni ko'ringlar. Necha oylik bu? 6 oylik. 6 oylik. 6 oylikka beramiz. Yetti o'rtacha obunachilar, mana bunisini ham ko'ringlar. Mana Samjunidan. Bo'yichi bo'yi.
Bu 70 atrofida. 70 atrofida, lekin bo'yi muhim emas. Obunachilar sifat ekan qo'zilar. Mana Mana. hammasi bir xil ko'rinadi. Kelib ko'rishsa savdo qilib olishsa. Mana bu kallalarni ko'ringlar. Bu yerdan xudo xolasa qulog'i butun ekan. Hammasi Qulog'i butun. Dastiviyasi qayerga ichadingiz? Nasibgani ishqibozlar bir qilsa Samarqandga chiqib beramiz. Ishqoz bo'lsa Samarqandga chiqib beraveradi. Akalar oyog'i ham vahsh baquvvat, xudo xolasa eliga to'lga. Ishqozga xudo xolasa qo'y qilaman degan akalarimizga aytaveradi. Mana. Bir hafta garantiya, qo'yib yuboringchi. Mana obunachilar bir hafta garantiyasi bor. Boqib sinab ko'raverasizlar. Mana. Qo'zini ko'ringlar akalar. Zotga endi bahorga, xudo xolasa bu yildan keyin bahorga tayyor bo'ladi. Qo'ylarni qochiraveradi akalar. Ungacha tejab, chiroq boqib tursang, xudo xolasa bahorga jun olirsa ham bo'laveradi akalar. Mana. Kech kuzga qo'shsa ham bo'ladi. Kech kuzga ham bo'laveradi. Endi bir o'zlarining sharoitiga qarashadi. Mana akalar. Sog'liq tayyor bo'lsa bu. Sog'liq tayyor bo'lsa bo'ldi. Nech pul deymiz bu narxini? $da emasmi ishqilib 500 dan qilib? Dollarda emas bizda. Nech pul deymiz? Narx ko'ryapsiz, o'zimiz ham olib kelib sotdik 32, 33, Ya endi yo'q. nech pul? Narx tushdi. Qancha? Mana videoda boshida aytdi. Xudo xolasa narx keskin tushib ketyapti. 3 million 100 dan qilib Ya beramiz. 3 million 100 dan emas. 200 ming, 300 ming sotyapmiz. Shunga qancha o'tib berasiz? Endi o'tmayli 3 milliondan qilib Ya, beramiz siz obunachilaringizga. Bo'pti, videoda mana 3 milliondan qo'yamiz, telefonda o'tib berasiz, telefon qilsa. Telefon qilsa sunnatiga o'tib Barakasi bersa, akalar mana. 3 million so'mdan akalar mana. Telefon qilsa lekin barakasi o'tib berasiz, xudo xolasa. O'tib beramiz imkon olib. Bizda mayda shunda gap yo'q. Mayda shudasi yo'q. Barakasi bersa, akalar mana. Xudo xolasa ish hozir tavsiya qilaveramiz. Telefon qilsa chiroq qilib o'tib beriladi. Mana akalar, o'zini ko'ringlar. Bu yerda sifati xudo xolasa. Kamerada har xil ko'rinadi, biz Ha. uzoq-uzoqdan olyapmiz. Telefon bilan qo'ydi orasida 3 metr, 4 metr. 3 metr 4 metr mana farq ataylab uzoqdan ko'rsatyapmiz akalar. Yaqindan olib mana bunaqasiga ko'rsatib, unaqa qilingan yo'q. Mana uzoq olinyapti akalar. Olasiz, olasiz, maza qilib boqaverasizlar. Mana. Nariga sirg'asi ham borgina bo'yin tagida. Sirg'asi ham bor ekan akalar. Xullas olasizlar, xudo xolasa boqaverasizlar. Akalar, keyingi partiyamizdan xudo xolasa qo'ziq, qo'chqor, sog'liq aralash bular. 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq. 10 ta. 10 dona. 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq. Obunachilar bir pashga xudo xolasa Biz tilak. junni oldirishmaydi. Ha, tilak ko'taradi. Mana buni ko'ringlar akalar. Junni oldirmaysizlar, mana shunday tulaveradi. Mana. Toza arasha liniyasi bor deydi-yu. Hozir arashan liniyasi bor ularda mana akalar. O'sha hisori qo'zilar. Hisor qo'zilar bolalar, qo'ylar bolalari 10 ta, 5 ta qo'shqor, 5 ta sog'liq. Mana obunachilar. Ishqozga bog'lasa tavsiya qilaveramiz, olasizlar. Boqasizlar obunachilar mana. Ikkita qashqasidan bor ekan ichida. Ikkita qashqasidan bor, bitta sarig'idan bor obunachilar. Mana. Qo'ydi ishqozlari ham bog'lasa tavsiya qilaveramiz. Samarqandcha bes bo'ladimi? Samarqandcha dastlabki qilib beramiz, lekin imkon bo'lsa savdo qildim, sразу zakolatni tashlab qo'yishsin. Endi Obunachilar ko'pchilik telefon qilib barakani uzib qo'yapti, 1-2 soatdan keyin so'raganlarga sotildi deymiz. Ketin aka, haligi odam olmaydi o'pab, puli yo'q ekan. Aynini sotma olmadi. oldin hisob-kitob qilib, keyin savdolash kerak qo'ydi akalar. Haligi sizlarga ishonib qolishadi. Chunki sotilgan qo'y. Masalan, hozir buni sizlar sotib turib, baxt sotganlardan keyin labsiz ekansan, palonchiga piston ekansan deb aytasiz o'zlaring. O'shaning uchun bir hisob-kitob qilsalar akalar, yaxshi bo'ladi. Bag'am ishonib qolmaydilar. Akalar sizlar ham xijolat bo'lib, va'daboz bo'lib qolmaysizlar. Lekin barcha shunda barakani uzib, zakolatni tashlab qo'ysa, sразу boshlaga akalar. 1 minut turmaydi. 1 minut turmaydi. Xudo xolasa mana akalar ishqozga tavsiya qilaveramiz. Olasizlar, boqasizlar. Narxi nech pul narxi? Narxi 2300 dan bo'lsa beramiz. Ya 2300 emas aka. Qanchadan? Mayda chudasi 2200 dan. 2200 emas. Dastlabki Samarqandga. 2100 mingdan 2 million mayda juda qo'ymaymiz. 2100 dan. Xudo qilsa mayli kelishamiz. Ya Xudo qilib. bir videoda aytingchi. Bo'ldi 150 dan qilib beramiz. 2100 danchi mana 150 obunachilarimiz. dan qilib beramiz. Telefon o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib Barakasi beramiz. bersa akalar mana. Telefon sana xudo xolasa barakasi o'tib beriladi. 10 ta, 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq. 2 million 150 ming so'mda mana akalar qulay narxlarda xudo xolasa ketaveradi. Hammasi kashdan yaltiroqlardan akalar mana. O'zi to'kiladi. O'zi to'kiladiganlardan. Doniya bo'lsa 100 ming yaqin bu yo'qmi? Ha, qo'chqorlari 2300 dan. 2200 dan qo'chqorlari. 2200 dan qo'chqorlari, 100 dan. sog'liqlar 2 million 100 ming so'mdan bo'lsa ketaveradi obunachilar. Telefon qilib savdolashib olasizlar, lekin shuni aytganimizdek, bir hisob-kitob qilib telefon qiling akalar. Ertaga bir xijolat bo'lib qolmasin. Labs kelgandan keyin osalang akalar bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan keyingi o'sha aksiya arzonlari xudo xolasa. Bundan keyin o'sha 1,5 milliondan. Gap yo'q. Obunachilar ketdi keyingi partiyaga. Obunachilar o'sha hamma kutgan oxirgi partiyamizga pul arzonlaridan. Qo'chqori ham bor ekan, qo'chqori. Qo'chqori bor. Sardor. Qo'sh son nechta bayda? 8 dona. 8 ta bitta obunachimizga, ha? 6 ta sog'liq, 2 ta qo'chqor. Sariq qo'chqorim sog'liqmi? Sariq. Mana akalar mana shimiz qo'chqori bu. Yoshlar necha oylik?
Shular 2 oylik atrofga beramiz. 2 oylik atrofida. Mana obunachilar, qo'ydi ko'ringlar. Xudo xolasa uzoqroq boqib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Dastigasi qayercha bo'ladi? Dastlabki vodiy bo'ylab beramiz. Toshkentga qilaylik. Toshkentga chiqsa qo'ydi puli yetmay qoladi. Ya siz hopincha obunachiga. Bas. O'sha gap 1,5 milliondan Obunachilar telefon qilsin Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha 1,500,000 so'mga. 500 ming so'mdan uylarga yetib tushadi. Bargaz bersa akalar mana. 1,500,000 so'mdan ketaveradi. Kamini so'rashmas. Undan kamini so'ramaysizlar akalar, bo'lish narxi. Donaga bo'lsa nechi puldan? Donaga 1 million 600 dan. 1,600,000 dan. Optim bo'lsa 1,500,000 so'mdan bo'lsa akalar, dastigasi ham ishda, u jonivor qo'chqorlar ham qilyapti mana. Ish hozir xudo xolasa tavsiya qilamiz. Hozir ham qochiraver. Ha, qochiraveradi. Hozir ham akalar. Buni tagiga bitta shotpad qo'yib berishdi. Yo'q, yo'q. Hobnashlar mana katta o'sha gigant sovrinlar bo'lsa, hozir qo'shib qo'ysangiz qochiraveradi, lekin tagiga shot qo'yib berish kerak buni. Mana. Ish hozir xullas olasizlar akalar. Boqaverasiz. Uzoqroq boqib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. 1,500,000 so'mda mana qulay narxlarda. Abdullah aka bugunga shular. Bugunga shular. Akalar nomerda ekan yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasiz inshaalloh. Ishlarni bitkazib, chiroyli qilib yetkazib berishadi.